Alkefon narxlari sizga qiziqmi? Bu videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum barchaga. Hozirgi kunda 1 kvadrat alkefon material xizmati hamma narsasi ichida necha puldan qilinyapti degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, 1 kvadrat alkefon shunchadan qilinyapti degan aniq belgilangan narx yo'q. Chunki materiallarni har xil qalin yuqqaligi bor va zavodlardagi $2 razницasi bor. Hamma zavod bir xil narxda sotiladi. Keyin ish joyimizni holati. Qanday ish joyini rasmini yoki videosini so'raymiz, holatga qarab narx aytamiz. Ba'zi joylarda kichikroq ob'yom ham qatirilish qiyin, lisasi baland joylar bor. Ba'zi joylarda tekis ob'yom. Bir kunda usta 10 ta, 15 ta, 20 ta biz qatirish mumkin. Bunaqa joylarda $2 arzonroq ishlasa ham qoplayveradi. Xo'p, alkefon narxiga keladigan bo'lsak, biz ishlayotgan narx 1 kvadrat alkefon 18-19 mikron qanday alkefonlarni $20 dan $24 gacha qilib beryapmiz. 20-21 mikron qanday alkefonlarni $1-2 qimmatroq. Bu bizni ishlayotgan narximiz. Har doim negativchilar topiladi, arzon ishlayapsan yoki boshqa. Kimdir qimmatroq, kimdir bizdan ham arzonroq ishlaydi. Bu faqat biz ishlab turgan narx. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qoldiramiz.